Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta muhim fakt, ya'ni uyqu qon tomirlarida o'zgarish bo'lgan bemorlarda albatta umurtqa arteriyalari, ya'ni vertebral arteriyalarda ham torayishlar bo'ladi. Bu bemorlarda o'ziga xos klinik ketish bilan namoyon bo'ladi. Bemorlar ko'p holatlarda bosh aylanishi, harakat vaqtida muvozanatni buzilishi, bundan tashqari ko'z oldida tuman ko'rinishidagi shikoyatlar va ba'zan predmetlarni ikkilanishi, ya'ni diplopiya kabi shikoyatlarni namoyon qilishadi. Bu holatda bemorlarni albatta MSKT angiografiya yoki statsionar sharoitda vertebral arteriografiya amaliyotini bajarishni tavsiya etamiz. Mana bu bemorimizda ham umurtqa arteriyasini birinchi chiqish qismida, segmentida torayish aniqlangan va bemorda davolash amaliyoti o'tkazilgan jarrohlik. Bunda bemorga birinchi segmentni stentlash amaliyoti bajarilgan. Stentlashdan keyin hech qanday stenoz belgilari yo'q, qon oqimi to'liq tiklangan umurtqa arteriyalarida.